Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Hozir men Shvetsariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim Valde G'eshi deydi bu ya'ni. Bu yerning dengiz yuzidan egizligi mana 1603 metr. Odatda Muşadın başlap, yana örlep mağalı boludu. 2500 metr egizlikçe çıqqılı boludu. Men endi 2500 metrga chiqmasdan Muşadın bir yaxshi bir o'rin tepib sizlarga asar o'qib beray deb keldim. Har bir qitim riyalak bağa vaqtida chiroyli manzillarni ko'ramiz, lekin bir muhabbiq bir o'rinni tepib asar o'qish bu yana boshqa bir gap. Tezroq bir yaxshi o'rin tepish nasib bo'la. Mana yaxshi joylashib oldim. Bu yerga biz odatda mush atrofda tog'da yurgan vaqtlarimizda kelib, dalatamga yegash, aram elib o'ltirdigan yerdi. Bugun bu yerda sizlarga asar o'qib berishga muvaffaq bo'lganimdan to'liq xursandman. Shu qadar go'zal, sop havo, xuddi odam kap qilib yavog'idek holatda. Qushlar sayrayotgan, jiroqdan tog' cho'qqillardagi qor muzlarning erib oqqan suvlarningki shovqin ovozlari shu qadar go'zal. Mana shunday go'zalliklar ichida sizlarga Abdurim O'tkir apandi bilan bo'lgan suhbat xotirasining 2-bo'limini o'qib beraman. Xo'sh. O'tganda siz Lutfullah Mutallib bilan shu yillari tonishdingizmi degan savolga kelib to'xtagandik. Vatanparvar shoirimiz Lutfullah Mutallib hammamizga tonish. Boshlang'ich maktabda yoki o'tir maktabda o'qiyotgan chog'larimizda Lutfullah Mutallibning Yoshliq, yillarga javob nomli she'rlarini hammamiz degidek yodlagandik. Kitap o'qish munbirimizda bu she'rlar o'qilgan, xalsanglar va anglasanglar bo'ladi. Yoshlik chog'larimizni, shu sabiy bolalik chog'larimizni yodimizga soladi. Boshlab ketay. Abdurim O'tkir apandi. Shundoq, biz shu chog'larda tonishib, bara-bara yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Lutfullah Shinjon gazetida ishlaydi. Gazetning adabiyot gulzori onun tashabbusining va jafoliq amgikining mahsuli edi. 1942 yilning oxirlaridan boshlab Shinjon gazetining shu betiga va Yangi Nur jurnaliga A. Tilashov imzosi bilan Gang qanotlarchin, Kurash to'lqinlari qatorliq bir munchalagan she'rlarim va adabiy tarjima asarlarim besilgan edi. Undaq bo'lsa, adabiy taxallusingizni qachondan boshlab qo'llandingiz? Abdurim O'tkir apandi. Yangi Gulistonga nomli lirik dastonim Shinjon gazetida e'lon qilingandan keyin Lutfullah bilan adabiy taxallus almashtirdik. U menga O'tkir degan so'zni taqdim qildi. Men uningga qaynam degan so'zni taqdim qildim. Biroq u qaynamga o'rkishini qo'shib, qaynam o'rkishi degan taxallusni qo'llandi. Men shuningdan boshlab A. T. O'tkir imzosi bilan asar e'lon qilib kelyapman. She'ri ijodiyatingizga zamondosh do'stlaringizdan kimlarning ta'siri kuchliroq bo'ldi deb qaraysiz? Men Abdurahim Aysa, Lutfullah Mutallib, Ahmad Ziyoiy, Zayniddin Soli, Hüseyin Nasirov qatorliq do'stlar bilan yeziqchilik to'g'risida qiladigan suhbatlarimizdan ko'p ilhom oldim. Bo'libmi Lutfullah Mutallib bilan Ahmad Ziyoiyning ta'siri kuchliroq bo'ldi. Ammo bu ikki kishi adabiy metod jihatda ikki xil tashabbusda edi. Lutfullah to'liq rus, sovet shoirlarga moyil bo'lsa, Ahmad Ziyoiy to'liq milliy klassiklarga moyil edi. Men bo'lsam, her ikisida tegishlik hassamni alatdim. Shu arada
Özbek şairi Şükür Yalqınның ba'zi g'azallarini o'qib qoldim. Oddiy xalq tili bilan yozilgan bu g'azallar o'zining ohangdorligi bilan meni kuchli jalb qildi. Diqqat bilan qarasam, bu mu Navoiy boshliq klassiklarning oruz vazindagi g'azallarga o'xshash ekan. Shunda qilib oruz vaznga qiziqib qoldim va Ahmad Ziyoidan uni o'rganishga kirishdim. Shuni alayda aytib o'tish kerakki, Abdullah To'qayning she'rlari mening oruzga bo'lgan qiziqishimni texmi kuchaytirdi. 1943-yil martda Şinjan gazetiga besilgan Mart qizi nomli she'rim mening oruz ustida elib borgan tunji mashqim edi. Abdurahim Ötkür aka, 1985-yili biz Tarım jurnalida sizning ijodiy hayotingizni tanishtirmoqchi bo'lgan chaqda siz menga 1943-yilning oxirlarida Lutfulla Mutallib bilan birlikda Chin Modan dramasini yozib chiqqanliklaringizni aytib bergan edingiz. Mushu haqda biroz tafsiliyroq so'zlab bersangiz qandoq? Abdurahim Ötkür apandi. Ma'qul ukam. Men xilidin beri Chin Modan haqida biror narsa yozish orzusida edim. Chunki balalik chig'imdan tartibla Qumul xalqining bu qahramon qizi to'g'risida ko'p hikoya, rivoyat va paranglarni anglagan edim. Vaqalik mundaq edi. Chin Modanning vaqaligiga tushib ketganday. Taxminan 1907-yillari Manchin xondanligi Xinjiangdagi yerlik vangliqlarni chorlab kelishga bir mufattish avatidi. Bu mufattish mansab nomi bilan Chinsaydorin deb ataladi. Qumulvangi Shah Mahsud bu amallarni dağ-duğa bilan kutib oladi. Ondan o'z o'rdasida bir qancha kun mehmon qilg'ach, Tomuz kunlari bo'lganlikdan sagitib kelish uchun Bag'dashdagi yozliq o'rdasiga chiqadi. Bag'dashga chiqishdan bir hafta burun 12 tog'ning hammasidan dugidak al-nag'michilar bilan usulchi qiz juvonlarni yig'dirdi. Shah Mahsudning Bag'dashdagi Miraquli, ya'ni bosh yilqichisi Temur Bosuk'ның 15 yoshli qizi Gül Aylamu usulchi qizlar qatoriga kirgizildi. Bu qiz 12 tog' bo'yicha eng chiroyli va usulga nihoyat usta qiz ekan. Shah Mahsud heliqi Chinsaydorinni Bag'dashga chiqqandan keyin uning sharifiga tantanlik ziyofat boshlaydi. Nag'ma-navoliq ziyofat davomida mashrab boshlanib usul o'ynaladi. Şu asnoda Gül Aylanni usulga tushiradi. Xuddi bulutlar orasida mo'nglanib uzib yurgan oyga o'xshash g'amkin usul o'ynayotgan bu qizga Shah Mahsudning ko'zi tushadi. Heliqi Chinsaydorinmi bu qizning go'zalligiga maftun bo'lib, Xanzu tilida "Ohoy, Modan Gulning o'zi ekan-ku" deb tashlaydi. Shah Mahsud o'zining to'ngchisi, ya'ni tarjimoni Baratshaga qaraydi. Baratsha, Darin begim, bu qizni Chin Modan ekan davatidi deb tarjima qiladi. So'rindikilarning hammasi "Ha, Chin Modan" deyishadi. Shundan boshlab Gül Aylaning eti Chin Modan bo'lib qoladi. Shah Mahsud Bag'dashdan qaytar chaqda O'rda begi yo'lbosqa bu qizni o'rdaga elib berib, kenizaklar qatoriga qo'shishni buyurdi. Bu xabar chaqmoq tezligida tarqaladi. Gül Ayla bilan bu mahallada o'sgan podachi yigit Oq Tursunning qalbi allaqachon muhabbat rishtasi bilan bog'langan edi. Ular baxtli kunlarning kelishini sabrsizlik bilan kutayotgan paytda birdinla bu shum xabar anglanadi.
Aradan 3-4 gün ötkende Wang'ның nökәрләре Чин Моданны ордыга еліп маңды. Ақтұрсын достары белән Бағдаш дамыныда қызны құтқызышқа әрекет қылады. Оттырыда қаттық еліш болады. Шу арда Чин Моданға оқ тегеді. Ақтұрсын қанғы меленген қызның халы белән болып қалғанда нөкәрләр оны бағлып алады. O ahiri Şah Maksud tərəfindən öldürüldü. Onun bütün cəmiyyəti və dostları nomğa sürgün qılındı. Şu vəqədən keyin xalq arasında Чин Модан toğrısında bir muncha qoşaqlar toqıldı. Xalq Şah Maksudqa bolğan ғазап nəfirtini aşı qoşaqlar arqılıq ifadelaydı. Gül ayla 15 yaşda Чин Модан dep atalğan Şah Maksudның қолыда qızıl qanğı boyalğan. Bu yıl Bağdaş teğida üşük təgdi ғorığa, jallatlar elip mаңды Чин Modanны ordığa. Чин Modanның yürüşü cərəndək çaqqan, Şah Maksud yılan bulup guvalını çaqqan. Bu yerdə guval degan sözning ma'nosi vabal yoki ugal degan so'zningki buzilib aytilishi. Bu so'z Qumul shevisida uvalliqqa uchirgan bechora degan ma'noda ishlatiladi debdi. Şah Maksud yılan bo'lib guvalni chaqqan. Bechorini chaqqan degan gapganda. Degandek qo'shoqlar buning dalili. Men Чин Modan vaqasini tunji qitim balaliq chig'imda, taxminan 1932-yili Hadi Bovaydan anglagan edim. Hadi Bova ömrünün köp qismini Şah Maksudqa g'ijak tartib berish bilan o'tkazgan mashhur xalq san'atkori edi. Shuningdan 10 yil keyin, ya'ni 1942-yili Urumchidan Qumulga borganimda Чин Modan to'g'risida biror asar yozish niyatida bu voqeani to'liqroq o'rganmoqchi bo'ldim. Afsuski, Hadi Bova allaqachon olamdan o'tgan edi. Baxtga yarasha Qumul yezilaridan Qarang'ula degan yerdagi Marixan Cho'ngnam otliq mo'mimiz hayot ekan. Men Marixan Cho'ngnamdan Чин Modan vaqasi to'g'risidagi bir munchilg'an yangiliklarni angladim. 1942-yilning oxiri marhum Lutfulla Mutallib bilan paranglashib o'ltirib, uningga Чин Modan vaqasini so'zlab berdim va bu haqda biror povest yozmoqchi bo'lib atganligimni aytdim. Lutfulla Mutallib nihoyat xushal bo'ldi va ilidimi bir Чин Modan o'tganligi haqida so'zlab berdi. Biroq Qumuldagi Чин Modan vaqasi syujet jihatda aloyidlikka ega va ta'sirlik ekan. Zalim feodallarning abdi bashirisini ichib berishda bak yaxshi material bo'la oladi. Buni cho'qim yozish kerak, lekin povest yozsangiz nadimi bostirarmiz? Bizda Shinjon gazetidan boshqa hech nima yo'q. Undan ko'ra sahna asr qilib yozilsa tez unum beradi. Menmo xilidan beri Чин Modan haqida o'ylab yuratdim, dedi. Men bu fikrga darhol qo'shildim va birga yozishni taklif qildim. U texmi xushal bo'ldi. Shunday qilib Чин Modan nomli sahna asri yozadigan bo'ldik va ba'zi tafsilotlar to'g'risida so'zlashdik. Keyingi uchrashishlarimiz natijasida asarning plani tuzilib bo'ldi va bir muncha badiiy to'qilmalarni qo'shib 6 pardalik muzikalik drama yozishga kirishdik. 3 pardadan bo'lib olib, bosh qismini men yozadigan, oxirini Lutfulla Mutallib yozadigan bo'lib kelishgan edik. 1943-yili 5-oylarda asar bitib chiqdi va uni Shinjon o'lkalik Markaziy Uyg'ur uyushmasiga topshirdik. Oradan taxminan 1 oy vaqt o'tdi. Bir kuni men dars o'tib olsam, birdanla sinfning ishiga taqildi. Hayron bo'lib, ishni ochsam, koridorda qora choponliq bir kishi bilan maktabning ilmiy mudiri turibdi. Ilmiy mudir menga: "Sizni jamoat xavfsizlik ishlari boshqarmasidan chaqirib kelibdi. Darsni to'xtatib, darhol bering",
dedi. Жүрекем жағады қылып кетті. Чүнки Шингсайның террорлық органы болған жамаат қауіпсіздік ішлері башқармасыға беріш яқшылықның аламеті әмәс еді. Илажсыз маңдым. Башқарманың хабарлаш бөліміге кірсем, Лутбулла Муталиб мұшу ерді екен. Ikimiz bir-birimizге hayran болып қараштық. Heliqi qara çapalliq adam bizni qaldırıp özü qayoqqadir ketdi. O 5-10 minutdan keyin qaytib kirdi-da bizni mengishga ishorat qildi. Hayvatlik bezelgan bir ishxonaga kirdik. Yeşil movut qaplangan yo'g'on ish ustelining yenida yumshoq divanga yo'linib semiz bir odam o'ltiratdi. Bu özünü ko'rish tugul, etini anglash bilan hamma kishi cho'chiydigan jallat Liu Bendi edi. Shu kunlarda u ana shu boshqarmaning muavin boshlig'i, Shingsayning shaxsiy tarjimoni va siyosiy madaniyat ma'rif ishlarini o'z changalada tutib atgan bo'lib, uning gapi gap edi. 10 minglagan kishilar uning qo'li bilan turmaga tashlangan yoki qonga bo'yalgan edi. Uni to'nimaydigan kishi bo'lmasa kerak. O bizni ko'rib shundoq qo'maydiki, biz turgan yerimizda qetibli qoldik. "Voy, kisporishlar", dedi u, ha degandala og'zini bozib. "Nima qilib yurishsan? Mavu bir nimanglar nima?" U oldida turgan qalin bir daftarni qo'liga elib, paq qilib ustalga urdi. Bu biz yozgan Chin modan edi. Demak, gap Chin modan to'g'risida ekan. Heliqi daftarga ko'zim tushishi bilan Abdulatif Rahmanning bu asarni tegishli o'rin tasdiqlamay turib, sahnada qo'yg'ili bo'lmaydi degan so'zlari darhol yodimga keldi. Biz gap qilmay turaverdik. Chin modanni qumulda o'tgan ish deb kim aytdi? Dedi Liu Bendi zardi bilan. Wangning zulmi, xalqning dod faryodi, qo'zg'ilang, yana nima? Bu gaplar bilan nima qilishmoqchi bo'lishsan? Qallangni silkib etib, oldarqonni o'ylab ish qilish. Chin modan elida o'tgan ish. U Xuyzu qizi. Uqishdingmi? Tarixiy faktlarga hurmat qilish kerak-da, dedi Lutbulla jiddiy bir ohangda. Nima tarixiy paket? Texi pakt makitmiş. Özüngmi ililikku, ey xunper. Buni boshqadan yezish. Bo'lmasa, ko'rgulikingni ko'rishsan. Mang chiqish, dedi Liu Bendi. Munofiq. Shuning bilan ish buzildi. Bu jallatning fikriga qarshi ish qilish, jon bilan o'ynashish degan gap edi. Yo'q, dedi Lutbulla yo'lda kelib etib. Zolim vanglarni yozmaysan desa, zolim shangyolarni yozamiz. Qumulni yozmaysan desa, ilini yozamiz. Tipik vaqalik orqali reallikni aks ettirsak bo'ldi emasmi? Oxiri bir necha qitim maslahatlashgandan keyin Chin modanni qumuldan boshlanib, ili turpan yuzida tugaydigan qilib yozmoqchi bo'ldik. Chin modan Xuyzu qizi degan gapga pisand qilmay, boshqa kelganni ko'rdigan bo'ldik. Shunda qilib Chin modanning 6 parda 7 ko'rinishlik ikkinchi nusxasini yozishga kirishdik. Bu qitimmi bosh qismini men, oxirini Lutbulla Mutallib yezib, uslub jihatdan bir xil chiqishiga kapolatlik qilish uchun pat-pat uchirishib turdik. Bu nusxa xalq ommasining qumul vang'ila emas, turpan yuzidagi feodal kuchlarning vakillari bo'lgan shangyolarga qarshi g'azab, nafrati va kurashchan ruhini namoyon qiladi. Kaynimizdan adamlar kelyapti-da, sal to'xtab qo'yib turay. Alors qu'avant c'était une page recto verso, un truc et puis pareil, pour faire un séjour, on a toujours ikkinchi qitim yezilayotgan Chin modan putay deb qolganda
yani 2 pərdiz qalğanda Gomindan əksiyatçıları Lutfullah Mutallibni Aqsuğa məcburi mağdırıb etdi. Bu ehtimal 1943 yılının ahiri bolsa kerak. Yoldaş Sirajiddin, Ablahaq Hoşur, Emin Tursun, Nur Sadirov, Qurban Qurbanov ve merhum Qasımcan Qambari bilen Ma'ruf aka qatarlıq kişilerinin medet berişi arqısıda Çin modelinin qalğan qismini tezlikte bitirdim-de onu derhal sahnege çıqırışqa tirişdik. Eser şu yılı fevralda tunji qitim sahnada oynaldı. Sual. Ötkir aka, bu meseleni şu kadar tafsili sözlep bergenligingizge köp rahmet. Endi özünüzning Şingshsay türmesideki hayatınız, şuningdek Jallat Şingshsayning ayni yıllarda örgizgen zoravallık hem çoğun xanzuchilik siyosatini adabiy asarlaringiz orqali qandaq pash qilganligingiz to'g'risida bir az so'zlab bersangiz qandaq? Abdurahim Ötkir efendi. Şingshsay yüzüdeki ilgarlık niqabını yırtıp taşlışı bilenla Gomindan aksiyatçıları Sanminjuyilik teşvikatını keng türde kanat yaydırışqa başladı. Burun Gomindançı dep qamalgan unsurlar törmeden çıqırılıp, türlük mühim vazifelerge qoyulgandan taşqırı, işkerden türkümlep adamlar kelip, cemaat sorullarida keng targ'ibat yürgüzdü. Ularning eng muhimi Gomindan merkezi Komiteti Teşviqat bölümünün başlığı Liang Hansao degan kişi bolup, o bütün Şinjan'ı arlap nutq sözlep çıktı. Taxminen 1943 yılının ahiri Liang Hansao Ürümçide bir qancha qitim ommaviy yig'in o'tkazib, Sanminjoyini tashviq qilgandan tashqari milliy masala ustida alohida to'xtalib, Jungodagi millatlarning hammasi Huangdining avlodi, shuning uchun hammamiz bir millat, Şinjandimi 14 millet mevcut emas, ularni millet degili bolmaydı, ular faqat urug'dosh bo'la oladi degan nuqtai nazarni targ'ib qildi. Hammadan qiziq shuki, shundaq yig'inlarda ba'zi kishilar so'zga chiqib, Liang Hansaoning ashu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatladi. Ularning so'zlari jamoatchilik ichida kuchlik inkas qo'zg'adi. Bo'libmi ziyolilar buningdan qattiq norozi bo'ldi. 1948-1949 yillari dastlabki nusxasi yozilgan Qashqar kechisi degan dastonimning 3-bobidagi mono misralar ashu ahvolning inkosi edi. Xususan yurgizib irqiy siyosat, xalqlar ichiga soldi adovat. Qilib inkar jimi millatni qasdan, dedi senlar bir nasldosh urug'san. Bir 1943 yili mana shu sapsatilar bor ekan. 2023 yili bugungi kunda yana 80 yil o'tgandan keyin yana o'xshash sapsatini setyotdi-da bu munofiqlar. G'azablanib ketyapman. Gomindan aksiyatchilari hamma jihatdan jumladan milliy masalada ana shundoq qutiravatgan mazgillarda sobiq Sovet ittifoqida chiqadigan Sharq haqiqati va Qozoq ili degan Uyg'urcha jurnallar Ürümçi ham boshqa joylarga tarqalishga boshladi. Bu jurnallarda Uyg'urlarning qadimiy madaniy bir millat ekanligi, Qutatqubilik, Turk tillar divani qatorliq madaniyat yodgorliklarining olamga mashhur ekanligi keng targ'ib qilinib, xalqning milliy ruhini urg'utdi. Bu jurnallarni o'qish xatarlik ish bo'lsa-mu, lekin ziyolilar turli yo'llar bilan uni doim ko'rib turadi. Men ko'pincha Lutfullah Mutallib, Ahmad Ziyoyi, Polat Qodir, Abdurahim Aysa, Hamid Sultan, Abdurahim Ahmedi, tarjimon qatorliq kishilar bilan maxfiy jurnal almashtirib o'qiydim. Ba'zida o'qigan asarlarni mulohiza qilishadi.
Məndə Gomindang əksiyatçılarının çoğ xanzuçılıqqa qarşı milli hissiyatı küçüyüşke başladı. Şu günlərdə өлkülük qızlar o'tira məktəbində til ədəbiyyat oqutquchisi bolğanlığım üçün eliqi jurnallardakı bəzi maqala və şeirlarni oquvchilarga o'qib beratdim. Bəzi qızlarga jurnalmı beratdim. 1944 yılı 28 mart günü siyasi mahbuslar qatarida tuyuqsiz qo'lga elindim. Dastlab 4 türmenin Şarqiy Qoru 1 nomerlik kamerda Ahmet Ziyoyi qatarlıqlar bilan, andın G'arbiy Qoru 14 kamerda Nur Sadrov, Mamtov, Qurban, Sabit Apandi qatarlıqlar bilan birga yatdim. Mening jinoyatim ana shundaq jurnallarni o'qiganligim edi. Boshqacha aytganda, mavjud ijtimoiy tuzumga bo'lgan ideviy noroziliqim birdan-bir gunohim bo'lib qolgan edi. Malla emas, shu chaqlarda turmaga elingan minglagan kishilar to'g'risidami, xuddi shuni aytish mumkin. Qisqasi, u zamonlarda salpal ilg'or fikrlik bo'lib qilishning o'zila siyosiy mahbuslikqa to'shib qilishning sharti edi. O zamanlarda qonun degan narsa mutlaq yo'q bo'lib, hamma kishining taqdiri bir o'chim jallatlarning qo'lida edi. Ular nimani xohlasa, shuni qila oladi. Jallat Shingsay o'zining fashistlik hokimiyatini saqlash uchun necha 10 minglagan kishilarni, hatto keyingi kunlarda og'zidan onasining suti purab turgan yosh o'smirlarni siyosiy mahbus qilib turmalarga qamidi. 1944 yılının o'tirlarida o'tir maktablarda o'qiyotgan 100 ga yaqin balani qizil pochoq, kommunist deb qamaganligi buning dalilidir. Qashqar kechisidagi buni misralar shu voqealarning inkosi edi. Qizil pochoq otaldi har ziyoli, kuni sho'rluq, ayanchliq bo'ldi hali. Kimki dot desa kasdi tilini, tili turmaq töküp içti qenini. Ayan bo'ldi palak ko'p cho'rgilibdi. Go'ya qonunmu ko'p o'zgaribdi. Kitob, jurnal o'qishmu bir gunohkan, qo'shiq naqsha to'qishmu bir gunohkan. Va hatto bazmi mashrabmu gunohkan. Gunohkan hammasi bak cho'ng gunohkan. Kimki dot desa qaddi bo'lur dal. Ko'tirsa boshni kim baxti poymal. Demakki bo'ra qon issa so'roq yo'q, biroq to'yda men demakka huquq yo'q. Qarab qo'ysang ko'zingni uyg'udakmish. Eg'iz ochsang tilingni yo'lg'udakmish. Demakki haq gepini qilsa herkes, yatar joyi bo'lurken turma gap bas. U chaqdagi turmalar shundaq ediki, u yerda mahbuslar uchun eng minimum darajadagi insoniy muomala tugul, hayotlikdan va turmaga kirgan kishilarning tirik chiqishidan umid yo'q edi. Chunki u yerda qonunni kesim yoki kesim muddatimi yo'q edi. Shunlashqa Shingsay hukmronlik qilgan 9-10 yil ichida turmada nohaq o'ltirilgan yoki o'lgan kishilarning soni 100 mingdan oshib ketgan. Hammadan dahshatligi shuki, 1944 yil avgust oylarida Shingsay ishkeriga ketishga taraddudlanib, o'zining jinoyat izini yo'qotish uchun barliq turmalarga o't qo'yib, hamma mahbuslarni biroqla ko'ydirib etishni planlab, benzin tonlarini kamerlarning eshiklariga akirib qo'ygan ekan. Bir tal saranga cheqilishi bilan bir qancha ming kishining kul bo'lib ketishi turgan gap edi. Taqdiri bu jallatning o'z qasdini amalga oshirishiga yo'l qo'ymadi. Ya'ni 14 avgust kuni Shingsay Xinjiangdan ketishga majbur bo'ldi. Shunda qilib minglagan kishilar qatorida menmi o'limdan qutulib qoldim.
Türmede yatqan çağlarım üç vilayet inqilabının partlagan kunlarga to'g'ri keldi. Sirt bilan xabarlashish qattiq ma'ni qilingan bo'lsa-mu, Gongfen, ya'ni gunohkor xizmatchilar orqali ba'zi xabarlarni anglab turatdik. Bu yerda shuni alayda aslab o'tamanki, Qumulluq Merol Margan bilan Turpalliq Mansur aka bizga oddiy va ma'naviy Bonjour. Hava yaxshi bo'lgandan keyin chiqib mangdiganlar ko'p. Mana bu yerda shuni alayda aslab o'tamanki, Qumulluq Merol Margan bilan Turpalliq Mansur aka bizga moddiy va ma'naviy jihatlardan nihoyat ko'p yordam beradi. Ularning har ikkisi Gongfen bo'lib bizga tamoq tarqatdi. Merol Margan Xo'janiyaz hojimning jangchilaridan bo'lib, hojim bilan tang turmaga eringan ekan. Pakar boyliq tüchchasi kelgan bu odam har qitim qaynoq suv va tamoq akelganda bizga ortiqroq berganning ustiga sirtdagi xabarlarni yetkazib turadi. Egiz boyliq, seriq burutliq Mansur akamu Mahmud Muhittining jangchilaridan bo'lib, pishqadam inqilobchi ekan. Biz shularning og'zidan G'uljida inqilob bo'lganligini angladik va shu kundan e'tiboran butun umidimizni shu inqilobga bog'ladik. Oxiri Mamtov Qurbon, Nur Sadrov va Sobit apandi to'timiz agar turmadan tirik chiqa olsak, shu inqilobga qatnashishga va'dalashdik. Biroq aradan uzun o'tmay, taxminan 1945-yilning yanvar oylarida bo'lsa kerak, bizni ikkinchi turmaga ko'chirib, bir-birimizdan ayirib. Yana bir necha oydan keyin uch viloyat inqilobining yolqinlari Manas daryosi bo'yiga kelganda, Gomindang aksiyatchilari siyosiy nayrang ishlatib, ommaning ko'zini bo'yash uchun bir qism ziyolilarni 1945-yilning aprel oylarida Markaziy Uyg'ur uyushmasining kepilligi bilan turmadan bo'shatdi. Shu qitim kepillik bilan bo'shatilgan 10 necha kishining ichida men bor edim. Men turmadan chiqib, amdila 1 yoshga kirgan tunji o'g'lim Yalqinning jiddiy kasal bilan qazo topganligi, rafiqam Xalchamning Urumchidan Qumuldagi tuqqanlarning yeniga ketganligini uqdim. Turmadoshlar bilan qilishgan va'daga binoan Ili tarafga ketishim lozim edi. Biroq yo'l to'siq. Urumchida turish xatarlik. Chunki kepilga berilgan kishi bo'lganligim uchun qachonla bo'lmasin yana turmaga kirib qilish xavfi mavjud edi. Bir necha kundan keyin tuqqan yo'qlab kelish bahonasi bilan Qumulga ketdim. Savol. O'tkir aka, sizning ayni yillardagi turmush sarguzashtlaringiz to'g'risida menmo ba'zi bir so'z cho'chaklarni anglagan edim. Bugungi suhbatni menga nisbatan tepilmas o'rganish fursati bo'ldi desam bo'ladi. Siz shu qadar jafoliq ijodiyat yo'lini besib o'tgan bo'lsingizmi, ba'zi kishilarning sizga yanala ziyonkashlik qilishga urinib kelganligi meni qattiq g'azablantiryapti. İcadiyat yo'li nemishqa shunchavala agri to'qay ham jafo mushaqqatlik bo'ladigandu. Siz hasadxo'rlikning ziynini qachongacha tortarsiz? Fitna ig'volarning bozori qachon mukassatlaşar? Abdurrahim O'tkir. Men tarixiy temaga beg'ishlangan romanlarim orqali Uyg'ur xalqining ozodlikqa bo'lgan tashnoligidan tashqari, ularning o'z ruhiy dunyosidagi nodonlik, qaloqlik, ittifoqsizlik, guruhvozlik, jurtvozlik, hasadxo'rlik,
mansabparastlik qatorliq nuqsonlarning tarixiy yiltizini echib bermoqchiman. Chunki bu xil illatlar bizning ajdodlarimizni tarixda talay balo qazolarga uchratgan. Bugungi kunda biz ularni tuzatmasak bo'lmaydi. Tarixiy saboqlarning biri ana shu. Diniy to'nga o'rnib olgan mutaassiblarning xalqqa qilgan ziyonkashligi Temur xalifa fojiasida ro'shan ifodalangan. Bugungi kundami uning ta'siri yo'q emas. Xurofotlikqa cho'qinish, ishinish natijasida xalq o'zining baxt saodatini paysal qiladi. Ma'qul amsa qarindoshlar, bu bo'limni mushunchalik o'qib beray, chunki qaysi kuni Dilfuruz davatatti. Apa bek uzun o'qivasangiz, bir qitimdilam anglashga vaqt yetmay qoladi ba'zida. Imkon bor yarim soatlar atrofida o'qing deb tavsiya qilgan qizimning tavsiyasi bo'yicha bu bo'limni mushada to'xtatay. Ma'qul amsa qarindoshlar, kelar qitimliq kitob o'qish programmasida ko'rishaylik. Mağaca elə ətrafdakı mənzərlərdən biraz tatıb hazırlanmağı sunumun. Xeyr, xoş. Amma ikinci bölümni müşahede, ən axırqı bölümni müşahede olturublam oxub berəyicimi? Günmü olturaydı avatıdı, mənzərə texim çiraylıq boludu. Yönlüşünü özgərtib degəndək. Maqlamsa, xeyr, xoş. Seksem futbol oxşaq qıpdım ama. Anam çırayla xələri. Oylayla. Şunçilik nazik. İstanbul'da bir yakın dostum var. Aygül deb. Her qitim şu ormanlıqqa kirib videolarını tatib əvəssəm, cinima düşüm, qorxmam sən deb. Bək ənsirəb deyildi. Həqiqətən bir mi adam yox. Sən qorxumsıraydigan adamlar üçün bu yerlərdə yalğız yürüş anca muvafiq emas. Üstüge örləb baqay şəhəri çıxım yaxşı. Orun tapalayman bu deyman.
yapan sözlerimdir.